Assalomu alaykum. Men o'sha O'zbekiston Qo'qon shahridan Latviyaga oilasini orqasidan kelgan bir onamanda. Mana magazinda xo'jayini bilan bir kun astoydil gaplashib qolsak, ancha narsalarni aytib berib haligi xotin aytadiki, bo'lmasam o'ziga yetarli bizneslari bor, 4 ta magazini bor, bir o'g'li bir qizi bor, hamma yog'i yetarlik. Bu yoqlarni ishga boshqarib qo'ygan, hamma yoqlarni yo'l-yo'liga qo'ygan. Xullas o'zi shodlik, korenoy latish deydimi, o'sha yerda tug'ilgan, o'sha yerda katta bo'lgan. Xullas hamma yog'i do'sti dugonalari, o'rtoqlari hamma yetarli bo'lgan xotin. O'sha aytyapti, men deydi, qariganimda qariyalar uyiga yozilib bo'lganman, 4 ta o'rtoq o'sha yerga borib turamiz deydi. Keyin men kulib, ha sani o'g'il qizlaring bo'lsa, nevara kelinlaring hamma yo'g'ing yetarli bo'lsa, nimaga uni orzu havas qilasan desam, o'sha aytdi-da, bizda deydi, bog'cha qanday, bog'chada qangi gap, qariyalar uyi ham. Hatta deydi, kim o'ziga yoqqan ishini qiladi. Ertalabki obeting, ujinin hamma yo'q bor. Haftada bir marta muzey bormi, teatr bormi, o'sha yerga aylanishga boradi deydi. Gruppa bo'lib yuramiz deydi. O'zimni yaqinlarim bilan maza qilib. Har kuni 24 soat birga biz. Shu millioner xotin shunaqa deydi. O'zi mana shunaqangi do'kondan 4 ta yo 5 ta bunda. Hamma yo'g'ini o'sha qo'ygan yo'lga bilgan. Shu xotin shunaqa deydi. Bularda o'sha shuni yoshligidan shuni bilib, shunga tayyor bo'lib borishar ekanda. Shu narsaga tayyor bo'lib yetarli, bular ham o'zicha tinch yashasin, hayotini yashasin, o'ynab kulsin. Ular o'z so'zdan qo'rqmas ekanda, qo'rqmas ekan. Endi bularni nimasida shu baliz 18 ga kirdimi bo'ldi, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, u bola o'zidan alohida bo'lar ekan. O'zidan alohida pul topishga ulgurdimi, ulgurmadimi, alohida ro'zg'or hayotda eplaladimi, eplalmaydimi, ag'i bilan bularda shu yo'q ekan. Yoshligidan bular o'sha narsaga tayyor ekan. Unga kulibdan keyin biznikini so'raveradi, qiziqaveradi, O'zbekistonda qanaqangi, O'zbekistonda nima gap, nimalarga qiziqadi, nimalar bo'ladi. Taomlar oshlarimizdan boshlaydi, to'y marosimlarimizdan tugadi. Hali yana o'tirsam agar savoli juda ko'p. Savollari juda ko'p, mahali billah. Nima qilsak deb kulaman. Ularda nimasini, miltanitetini biz tushunmaymiz, biznikini ular tushunmaydi. Xullas tortishib, gaplashib, maslahatlashib, shuncha ishing bor, shuncha puling bor, mazza qilib ballayini davrida desam yo'q deydi. Menga qaytanga o'zim mazza qilib, o'rtoqlarim bilan o'zim uchun yashash qulay menga. Men endi qanday xohlasang shunday yashaysan-da azizam dedim. O'zim qimmat mashinalarda yuradi, qimmat
joylardan, butiklardan kiyinadi. Jo'yami kirib borib magazinida maza qilib aylanib chiqaman. Aylanib to'ymaysiz mana magazinni. Aylanib to'ymaysiz. Hamma narsasi bor. Hamma narsasi joy-joyida. Dilgir yaxshi xodimlari ham. Chiroyli narsalari. Qo'l mehnatiga asoslangan narsalarda mana bu yerda mana taxtali narsalar bor, bir narsalar yasab joy-joyiga qo'yib chiroyli narsalar. Asosingiz o'tirib olib. Voy ballarimga qancha chiroyli narsalar yasadim bu yerda. Bular o'zi uchun yashab, o'zi uchun yurashaverar ekan. Biz gapirib bersam hayron tushunib bo'ladi. Bu ajablanarli narsa emas deyman. Bizda erkaklarda aytgan. Oxirgi gapda erkaklarimiz aytadi. Erkak bor joydan oldinda o'tmaymiz, doim orqasida yuramiz bir qadam. Ular nima deyishsa xo'p deymiz. Ular kelishmasa ovqat boshlanmaydi, dasturxonga o'tirmaymiz. Qanaqa bo'ladi deb gohida kulgim qistaydi, gohida biz boshqa narsaga o'rganganmiz, bular boshqa narsaga o'rgangan. Ochilib bikkelar ekan, mana o'rtasida ham narsalar bor. Xullas chiqadi ichkarisida mana bunda. Chiqadi xullas. Bunaqangi chiroyli narsalari bor. Qizlar chiroyli nежный qilib, brasletmi, bo'ynilarigami qilib taqib yurishadi. Chiroyli narsalari bor. Sumkalariga qalar. Vkusingizga qaragan hamma narsa bor bu magazinda. Maza qilasiz. Qiziqqan odam kirib soatlab yuradi. Soatlab aylanadigan. Maza qilib mana telefonga ilaydigan bir narsalar bor. Yaratib pishgan qilishib. Puli bor odamga tayyora, puli kam odamga o'zi olib qilish. Bitta o'naqang toshlar, bular juda toshga qiziqar ekan. Toshlarga qiziqar ekan, mana idishlar ham toshlardan. Nima qiladi bular desam, olib borib qo'yadi o'yning tagiga deydi. Chiroyli narsalar mana. Kristallar bor, chiroyli. Xullas, hamma yoqda qilma orzu, har joyda bor tosh tarozi. Mehmonda yaxshi. Ammo uyda undan yaxshi. Hamchimlarda turur. Bizni tilimizda marvarid deydi.
shunaqalar turadi. Mana bitta granatlar, yoqutlardir ekan. Ularni granati, bizni yoqutlarmi? Qimmat qatori ya'ni. Mana turmalin degan toshlari mana undoq ekan. Turmalin. Toshlari ham bor ekan. O'yinlarga olishib bir narsalar qilib yaratishib, bular juda toshga qiziqar ekan. Toshni yaxshi ko'rar ekan. Mana ular ham endi toshlarda. Mana bitta chizimi 85 euro. 85 euro degani bizni pulga salkam 1 million so'm degani. Mana multfilm toshlarini ham qarab qo'ying. Mana siz mana qilib ko'rinadi. Bir narsalar qiladi, shunaqangi chiroyli chiqadi. Mashalloh, tabarakalloh. Shunaqangi bir narsalar qilib bezatib beradi ekan. Hamma tayyor mahsulotlar shular ekan.